Vicdan. O hamma narsa yoki hech narsa emas. Balkim u boturlikdir. O qiz do'stiga qalayimqan chaqchaq qilgan bir nechalarning oldiga berib, ulardan hech qo'rqmasdan, ikkilanmasdan turib, ularning chiroyiga ikki mush qo'yishdir. Balkim o yo'qotishdir. O o'zi tonimaydigan, asla tonib bakmagan. Buningdan keyingi hayotida qayta uchrab qolmaydigan bir qizning hurmatini qo'g'dash uchun o'zining samimiyatini yo'qotishdir. Balkim u jafo tortishdir. O'zining buningdan keyingi ishlarini asla bir yerga kap qolmaydigan qirinishining qilgan xatoligini tuzatish uchun o'zi xohlab turib jafolarni tortishga rozi bo'lishdir. Balkim o to'xtashdir. Aldirash yo'lda ketayotganida ansiz sayrayotgan ana qushning ovozini anglab, hech ikkilanmasdan to'xtab, yerga tushib ketgan qush bolasini o'ziga selib qo'yishdir. Balkim u mengishdir. Bir to'p odamlar yig'ilib, har xil g'ayvat, yomon so'zlar bo'layotgan yerdan o'tib ketayotganida eng yaqin ko'radigan 2-3 do'stining chaqirishiga parvo qilmay, to'xtamasdan o'tib ketishdir. Balkim u setib olishdir. Tex quramiga yetmagan, chiroydan bolalik eslari ketmagan birsi oldiga kelib, "Aka, tozliq qog'oz ilib biling" deganida hech ishkilanmasdan, parcha pul yo'q demasdan, bir ko'yning g'imini yemasdan o qog'ozni setib olishdir. Shundoq. O balkim yana rozi bo'lishdir. Apsining xushalligini ko'rish uchun yillab uyga qaytolmay yoki apsiga dardini aytolmay, o'zining qiyinlishiga apsining xushalligini tegishishga, dardini apsiga demay bir o'zini bilishga, dardini ichiga yutishga rozi bo'lishdir. Balkim o voz kechishdir. Eng yaxshi deb bilgan do'stining, o'lpatdishining o'zi o'ylagandek, his qilgandek, ko'rgandek odam emasligini bilgan vaqtida hech tortishmasdan, yuraklari og'rimasdan, qonlari qizimasdan turib, undaq kishidan voz kechishdir. Balkim u ishlashdir. Xo'jayinning olg'in haqqiga, xo'jayinning rozi bo'lishini izlab turib, qilg'inimni ko'rsin demasdan, jafolarimni bilsin demasdan, hech ish bo'lmagandek, bir o'zimi ko'rmagandek ishlashdir. Balkim u rad qilishdir. U ayolining, farzandlarining baxtini o'ylab, haqqini o'ylab, qadrini o'ylab, oldiga kelgan, qo'llarini tutgan bir nozinni silkishlab turib, yiroqlarga ittirishdir. Uning o'ziga yaqin kelishini rad qilishdir. Balkim u qabul ko'rishdir. Mayli do'sti yoki dushmani, mayli o'zidan cho'ng yoki kichik biraylar samimiylik bilan uning kamchiligini ko'tarib chiqqanda, yuzi tushsimi, to'kilsimi, o't bo'lib yansimi, jur'atlik bo'lib, hech ranjimasdan turib, ularning so'zini qabul ko'rishdir. Balkim u samimiylikdir. Balkim u samimiyatsizlikdir. Balkim u qo'rqishdir. Balkim u qo'rqmaslikdir. Balkim u yiroq ketishdir. Balkim u yaqin kelishdir. Vaholanki vijdon u hamma narsadir yoki hech narsa emasdir.